Barakami 3100 ga. Baraka aka. Rozimisiz? Olgan odam maza haydasin. Bo'ldi. 2017 da 17 yili 448 ming probek. 448 ming probek. Konditsioner ishlaydi. Konditsioner ishlaydi. Moy yemaydi. Moy yemaydi. Hadoylar o'rtacha. O'rtacha. Bo'ldi. Best mashinasi Best. 3100 dollarga baraka bo'ldi, xudo xolasa. Faqat oldi sotdik. Xolasi gen berasizmi? Yo'q. Gen yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Do'stlar, mana shu tarafdan DDP bo'lgan ekan. Shu joydan ozgina ichib o'tgan. Keyin keling bu yoqqa. Mana ham joyi ko'rdinglar, mana shu joy mana. Ko'rasam shpaklovkasi bor. Mana shu joyda. Mana shu joyda shpaklovkasi bor. Polni o'zlari uchun sef olishgan ekan mashinani chiroyli qilib. Bamperda mana yorilgan joyi bor ekan. Endi bamper 2000 ming so'm turadi, muammo emas. To'g'rimi aka? To'g'ri. Gazi bor. Gazi bor aka. Yurish turishda muammo yo'q. Yo'q. Dokumentda ham muammo yo'q. Dokumentda ham muammo yo'q. 2017 salonni ko'rib chiqaylik. Keling. Mana salonlari. Xo'p. 3100 dollarga 2017-yil best do'stlar. Videoga bitta like bosingda, срочный Matiz best sonaman degan do'stingizga shu videoni tashlab qo'ying. Chunki срочный narxda sotilib ketadi. To'g'rimi aka, nima deysiz? Bugun bo'lsa, bugun afon bo'lib ketadi. Bo'lib ketadi. 3100 ga. Xudo xolasa. Bo'ldi, do'stlar, shu ma'lumotlar, shu kelsangiz ham shu ma'lumotlarni ko'rasizlar. Mashinani ko'rasizlar, kelib turib, minib ko'rasizlar, zaklatini shu akam o'zlariga berasizlar, keyin barakasini ko'rasiz. To'g'rimi aka? To'g'ri. Obunachilar nomidan Baraka Xonman 3100 ga 2017 best. Bosinglar.